Assalomu alaykum hammaga. Siz Xodi Avto kanalini kuzatyapsiz. Bugun o'sha O'zbekiston Respublikasida eng arzon qo'yiladigan Spark avtomobilini sizlarga taqdim qilamiz. Mashinaning holatlari ideal holatda 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Okalar 3-pokoleniya metan gazlarga tushunib qilib qo'yilgan 4 yumshoq balonlari, tonirovka hamma narsalari tayyor holatdagi Spark. Siz kommentariyada yozib qoldiring. O'zbekiston bo'ylab eng arzon Sparkni necha pulga ko'rdingiz? Mana endi siz ayta olasizki, Xodi Avtoda ko'rdim aka, eng arzon sizda ekan. Podpiska tashab qo'ydim, like bosib qo'ydim deb kommentariyaga yozib yuborasiz. Mashinaning holatlarini ko'ringlar. Kraskalari absolyutni top-toza. Любой ustingiz bilan kelasiz, tekshirib olasiz. Любой usta bilan kelib tekshirib olasiz. Ko'rib beramiz, chaqirasizmi? Ko'rib ko'ramiz, chaqirasizmi? Ko'ring, keyin xarid qilingni chaqirasizmi? Boshqasini chaqirasizmi? Hammasini любойni chaqirib, mana shu mashinani tekshirib olsangiz bo'ladi. Chunki har bir avtomobil tekshirilgan avtomobil, ishonchli avtomobil Xodi Avtoda. Salon holatlarini ko'rsatamiz sizlarga. Chexollar yaxshidan taqib qo'yilgan, poliklar tashalgan, mashinaning holatlari ideal holatda, zo'r holatdagi avtomobilni sizlarga taqdim qilishda davom etamiz. Keling, orqa salonni ham ko'rsataylik. Menimcha orqa salon ham juda ko'pchiligi qiziq bo'lsa kerak. Avtomatik korobka Spark 22-yil okalar. Men sizlarga 13, 14 bir bola qurtlab yotgan, qiynalib ketgan mashinani tavsiya qilmayman, har doim bilasizlar. Eng yaxshi sifatli avtomobillarni sizlarga tavsiya qilishda davom etyapman. Eng yaxshi avtomobillar Xodi Avtoda bo'lib turibdi. Okalar $300 boshlang'ich to'lov berasizlar, $850 xarajatingiz ketadi. Bu qanaqa xarajat deydigan bo'lsangiz, $850 ichida notarius, nomer, zapreti, sug'urtangiz, u yoq bu yoq mayda juda o'zingiz rasxodlaringiz bor, TTP degan narsalar bor. O'sha xarajatlaringiz kirib ketadi. Qolgan hamma xarajat bizning tomonimizdan qilib beriladi. $300 boshlang'ich to'lovini to'laysiz, qolgan hamma xarajat bo'ladi. $850 qo'shadigan bo'lsangiz, $1150 ga общий tushyapti sizga mashina. $1150 ga mana shu avtomobillar Xodi Avtodan kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. 11 ta viloyat, Andijon viloyatidan tashqari, Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham beramiz. Faqat Andijondan tashqari. Bu bizga tomonidan qilinayotgan ish emas, okalar, to'g'ri tushunasizlar. Lekin bu masalani ham yechish yo'llarini qidiryapmiz, axtaryapmiz deysizlar. Yo'q, mana shunaqa holatda Andijon viloyatiga chiqarishi taraddudini ko'ryapmiz. Yaqin kunlarda yengillik bo'ladi, xudo xolasa. Andijonlik akaxonlar mana shunaqa Sparklarni haydashadi, xudo xolasa. Bundan tashqari 11 ta viloyat, любой viloyatdan kelasizlar yoki Andijon viloyatida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, propiska Andijon viloyati bo'ladigan bo'lsa, любой 11 ta viloyatdan tanish toping. Toshkent viloyatmi, Surxondaryo bo'ladi, Navoiy bo'ladimi, Vodiy, Namangan, Qo'qon, hech anaqa farqi yo'q. Bitta Andijon propiska bo'lmasa bo'ldi, qolgan любой viloyatga chiqarib beramiz. Xodi Avto buni ishonchini qilyapti. Bundan tashqari, har bitta avtomobil sotib olingandan keyin mana shu ko'rib turgan nomeringlar bor, mana nomer. Bu o'zgaradi. Bu bizada oldi sotdi bo'ladi. Oldi sotdi nima degani? Mashina oldi sotdi bo'lgandan keyin nomer taqiladi. O'sha nomer viloyatdan 40 partiya bo'ladigan bo'lsa, 40 partiya mana shu Toshkent o'zidan taqib beriladi. Ba'zi bir avtokiritchilarga o'xshab sizni ovora qilib, viloyatingizga jo'natib, yana qaytarib olib kelib, yana viloyatingizga jo'natib 2 marta sarson qilmayman. Kelasiz, ertalab 9 ga keladigan bo'lsangiz, xodimlarimiz o'sha ish faoliyatini boshlaydi. 9 dan keladigan bo'lsangiz, kechki payt 6 gacha mashinani minib, haydab, nomerlaringizni taqib, notarius qilib, oldi sotdi qilib chiqib ketasiz. Xullas, bundan tashqari bizdan xarid qilingan har bitta avtomobil uchun bemalol viloyatga, boshqa yoqqa, Rossiyaga, Amerikaga ham chiqib keturasiz. Даже mashinani haydab chiqib ketishingiz mumkin. Bizda bunaqa zapretlari yo'q, bemalol chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, mana shunaqa imkoniyatlar Xodi Avtoda. Hammasi sizlar uchun, xalq ishonchi uchun. Sen nimadan foyda qilyapsan, Xodi? Bunchalik arzon qo'yib yuborsan degan kommentariyada o'sha savollar ko'payib ketyapti. Birinchi o'rin hozirda xalqqa ishonchiga kirish. O'shaning uchun har bitta videoni oxirida aytaman, Xodi Avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti deyman. Mana shu to'g'risini $200 uchun ishlayapmiz. Sababi nima? Sababi mana shu xalq ishonchiga kirish. $200 qayerga ketyapti deydigan bo'lsangiz, $200 mana shu siz ko'rayotgan videolarga reklamaga yoqiladi. Bundan tashqari mana shu sizga yugurayotgan xodimlar bo'ladi. Xodimlarning o'sha ish haqqisi, choy puli, non puli, mana shunaqa narsa. Uyimizga 4 ta non ko'tarib kirish deydi, shunaqa narsalar bo'ladi. Xullas, mana shunaqa ochiqini o'ynaydigan, ochuvchasiga yetadigan faqat Xodi Avto bo'ladi. Siz Xodi Avto kanalini kuzatyapsiz, podpiska bilan like etsangiz chiqmasingiz. Sizni ishonchingiz uchun harakat qilamiz. Salomat bo'ling.